Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron, Kuvayt va Bahrayndagi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy infratuzilmalarga zarbalar berganini ma'lum qildi. Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi, mamlakat qurolli kuchlarining elita bo'linmasi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron hududiga bergan so'nggi zarbalarga javoban Kuvayt va Bahraynda joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy obyektlarga hujum uyushtirilganini ma'lum qildi. Bu haftagi rasmiy bayonot Eron davlat teleradio kompaniyasi orqali e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, yakshanba kuni kechqurun Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusining dengiz floti va havo kosmik kuchlari Kuvaytdagi Ali as-Salem aviabazasi hamda Bahraynning Port Salman shahrida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 5-floti bazasiga tegishli 8 ta harbiy infratuzilma obyektiga ballistik raketalar va uchuvchisiz uchish apparatlari yordamida zarba bergan. Harbiylar shuningdek bundan avval Amerika Qo'shma Shtatlari Eronning Fors ko'rfazi sohillarida joylashgan 5 ta harbiy obyektiga zarba berganini ham ta'kidlagan. Bayonotda aytilishicha, Islomobodda imzolangan o'zaro anglashuv memorandumi asosida Tehron Hormuz bo'g'ozidagi yuk tashish harakati ustidan nazoratni saqlab qolmoqda. Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi Eron tomonidan kelishuvni buzayotgan deb baholangan kemalarga nisbatan kelgusida yanada qat'iy choralar ko'rilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bundan tashqari Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi dushmanning har qanday navbatdagi hujumiga uning ko'lami qanday bo'lishidan qat'iy nazar keskin va qat'iy javob qaytarilishini ma'lum qildi. Bayonotda sulhni buzish Islomobod o'zaro anglashuv memorandumining 1-moddasiga zid ekani va bunday holat memorandumda belgilangan jarayonlarning to'liq to'xtatilishiga olib kelishi mumkinligi ham qayd etilgan. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi, Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlari Hormuz bo'g'ozida tijorat kemalariga qarshi tahdidlarga javoban Eronning qator harbiy obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qilgan edi. BMTning Xalqaro dengiz tashkiloti Fors ko'rfazidan 2,5 mingga yaqin dengizchini evakuatsiya qilishga erishdi. Shundan so'ng tijorat kemasiga uyushtirilgan hujum sababli operatsiya vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda BMT yangiliklar xizmati xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, operatsiyaning dastlabki 3,5 kun ichida taxminan 115 ta kema ko'rfazni tark etgan. Bir tomondan Isroil va AQSh, ikkinchi tomondan Eron o'rtasidagi boshlangan mojarodan keyin mintaqada qolib ketgan 600 ta kemada jami 11 mingga yaqin dengizchi qolmoqda. Eron kemalar Tehron tomonidan tasdiqlangan yo'nalishlardan foydalanishi kerakligini da'vo qilmoqda. Ko'plab tijorat kemalari Ummon, AQSh va HDT muvofiqlashtiruvi ostida Ummon sohillari bo'ylab janubiy yo'lak orqali harakatlanayotgan edi. Endilikda Eron harakatni tartibga solish huquqi o'zida ekanligini yana bir bor bayon qilmoqda. Aniqlik kiritilishicha, hozirda kemalar 1968-yildan beri amal qilib kelayotgan xalqaro harakatni taqsimlash sxemasidan foydalana olmaydi, chunki markaziy qatnov yo'llari minalashtirilgan. Shu sababli ikkita vaqtinchalik yo'nalishdan foydalanilmoqda. Eron tomonidan muvofiqlashtiruvchi shimoliy yo'lak hamda Ummon va AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlovchi janubiy yo'lak. Ma'lumot uchun, Hormuz bo'g'ozi sayyordagi eng muhim dengiz yo'laklaridan biri bo'lib, tinchlik davrida dunyodagi jami neft tranzitining qariyb 20% aynan shu yerdan o'tgan. Sulh buzildi. Eron Hormuzdagi kemaga, AQSh esa Eronga zarba berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Amerika harbiylari Singapur bayrog'i ostida Hormuz bo'g'ozi orqali suzib ketayotgan savdo kemasiga Tehron tomonidan uyushtirilgan hujumga javoban Eronga zarbalar berdi. Bu haqda AQSh qurolli qo'mondonligi markazi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, zarbalar Eron raketalar va dronlar saqlanadigan joylarga, shuningdek, sohil bo'yi radarlarga berilgan. Eron kuchlarining tijoriy kemachiligiga qarshi asossiz agressiyasi o't ochishni to'xtatish rejimini ochiqdan ochiq buzdi. Bundan tashqari, Eronning xavfli xatti-harakatlari kemachilik erkinligiga putur yetkazdi va holanki savdo-sotiq tobora ko'proq ushbu hayotiy muhim xalqaro savdo yo'lagi orqali amalga oshirilmoqda, deyiladi Amerika qo'mondonligi bayonotida.
Axios muxbiri Barak Ravid amerikalik mulozimga tayanib, AQSh Hormuz bo'g'ozi hududida zarbalar berilayotganini xabar qildi. 26-iyun kuni oqshomida AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan kemalarga kamida 4 ta dron uchirilganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dronlardan biri katta va juda qimmat yuk kemasining yuqori palubasiga borib urilgan. Kema shikastlangan, biroq o'z yo'lida davom etgan. Biz yana 3 ta dronni urib tushirdik. Bu o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvimizning ochiqchasiga va ahmoqona buzilishidir, deydi AQSh prezidenti. Bu AQSh va Eron o'rtasidagi 18-iyun kuni 60 kun davomida barcha frontlarda harbiy harakatlarni to'xtatish va urushni butunlay tugatish bo'yicha muzokaralarni boshlashni nazarda tutuvchi o'zaro anglashuv memorandumi imzolangandan keyin Hormuz bo'g'ozida kemaga qilingan birinchi ma'lum hujum bo'ldi. Pentagon Yaqin Sharqda harbiy harakatlar sodir bo'lgan taqdirda Erondan kelib chiqadigan zararni kamaytirish uchun Saudiya Arabistoni va Kuvaytdagi harbiy bazalarni ko'chirishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda VCJ manbalariga tayanib xabar berdi. Nashrning ta'kidlashicha, 28 fevral kuni AQShning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi boshlangandan beri javob zarbalari Yaqin Sharqdagi taxminan 20 ta Amerika harbiy bazalariga zarar yetkazgan. Eron raketalari yetib borishi mumkin bo'lgan hududda harbiy bazalarning mavjudligi AQSh harbiylarini mintaqadagi mavjudligi strategiyasini qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Isroil, Saudiya Arabistoni va Kuvaytdan ayrim harbiy bazalarni qisman ko'chirish bo'yicha mamlakatlardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. AQSh qo'mondonligi shuningdek mintaqada potensial harbiy harakatlar sodir bo'lgan taqdirda ularning zaifligini kamaytirish uchun Yaqin Sharqdagi harbiy obyektlarni yanada tarqatish variantlarini o'rganmoqda.